Asıl ismimdir mening İmin Niyazi. İmtiyazımdır sazım avazı. Eğer de tapsam bir baş piyaze. Halkım söylese şunundur razı. Ayallarning ichidan mı? Dehşet kuvvetli ayallar bakende. Ma elçi, biz çaplak verip ayallar sakallağı çekti. Sen kıymet kastım ki varamla dehşet çınkensiz mi? Uylamda gül öşide teştekti mi gül? Gül şahidan hava eyrep sayraydı bulbul. Benim kızımı 7-8 gidim eydeydi sapmışak kodu gidik. Böyle diye çıkmadı. Küldür küldür elini küldürer. Programımızın tacdarlıkını. 观众朋友们，大家好，欢迎收看《快乐100%》节目，我是主持人热米拉。Küldür küldür sahnesi, xuşallık sahnesi, küldür küldür sahnesi, şadlık sahnesi, küldür küldür sahnesi, barcha kült xurishlarni o'ziga mujassamlagan eng chong komediya sahnesi. Salam küldürishni baxt deb bilgan muhtaram ustozlar. Salam naq maydondagi korxonchilar. Salam ekran oldidagi kulkiga tashna baxt egalari. Salam programmamizga yiroq yaqindan kelgan cho'lponlar, mahirlar, riyosatchi Ramilardan hammanglarga sevg'ilishli salom, Didor G'animat. Baxtiyor zamonimizning namoyandasi bo'lgan bugünkidek xushal kunlarimizda Baş Shoji Xi Jinpingning 3-qitimliq Markaz Xinjiang xizmat suhbat yig'inida qilgan Xinjiangni madaniyat bilan oziqlantirish chaqirig'iga aktiv ovoz qo'shish, Avtonom rayonimizning madaniyatni rivojlantirish va uni ilgari surish tashabbusiga aktiv moslashish, markazning Xinjiang xalqiga bo'lgan g'amxo'rligiga rahmat aytish yuzidan har millat xalqiga kulgi beg'ishlash maqsadida Küldür Küldür programmasini huzuringizga sundik. Bizning sahnamizda kulgi bor, xushallik bor. Küldür küldür elini küldürer. Naq maydonda bizning alayda tomoshabinlarimiz sifatida qatnashgan korxonchilarimiz bor. Korxonchilarimizni bir tanishtirasam. Hotel Lazzat Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin lider yardımcısı İlyas Ali. Hoş geldiniz. Ürümçi Aralbağ Yemek İçmek Çeklik Şirketi Nimet İçimliki'nin lideri Ablekim Ömer. Hoş geldiniz. Gumun Ahya İnak Aile Yeziklik Terakkiyat Mesuliyet Çeklik Şirketi Setiş Bölümünün mesulü Nurgül Turdi. Karşılığımız. İtibar Tor Sodi Şehircisi'nin kurgucusu Asqarcan. Karşılığımız. Xinjiang Çindil Biopentexnik Terakkiyat Çeklik Şirketi'nin lideri Yasincan Süleyman. Hoş geldiniz. Xinjiang Amin Altun Zıbızınla Sodi Çeklik Şirketi'nin lideri Abdüquyum Avud. Karşılığımız. Xinjiang Karvan Məbləğçilik Çeklik Şirketi Molligerin Abdullarının dövlətimizdeki baş vakalatçısı Lutfullah Azad. Karşılığımız. Xinjiang Ranala Xalqara Sodi Çeklik Şirketi İfrana Gırımçiligining mas'uli Turanqiz Mahmud. Qarşılığımız. Ürümçi Sanam Turmuş Gırım Buyumları Çeklik Şirketining lideri Roşangül Emin. Qarşılığımız. Xinjiang Nazifa Xalqara Sodi Çeklik Şirketi Setiş Bölümünün rayon direktori Ranagül Erşad. Qarşılığımız. Xinjiang Mehman Tor Sodi Çeklik Şirketining lideri Saydı Muhammed Mehman. Qarşılığımız. Xinjiang Köznek Uçur Pentexnik Çeklik Şirketi'nin lideri Varis Qurban. Hoş geldiniz. Barcha korxonchi do'stlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Küldür küldür elini küldürer. Qadrli mehmonlar, ekran oldidagi ko'rmanlar, Lazzat Küldür Küldür programmamiz yo'lga qo'yilgandan buyon izchil xalqqa xushallik ato qilish maqsadida o'zining isil nomerlarini sizlarga sunib kelyapti. Albatta bu sanimizga nomerlarimiz bir-biridan isil. Endi qizg'in olqishlarimiz bilan alayda takliflik mehmonimiz ustoz san'atkor Emin Niyaz Husaynni sahnaga taklif qilamiz. Qani aka, sahnaga marhamat. Aldı bilen Emin Niyaz Hüseyin sizlerge sığınıp salam ömrü başlayın. Rahmet. Burun emez yakında, yaken derya yakında, yakkan çırak çakında. Ushbu savdalar uçuptur ki başımge, bayan eyley, yaran dost, o da şimge. Halayık tuğulgan yerim yerken igeçen, üzüm her cayda durmen seyyah sepeçen, elinin ilinin sungan diline, Nakşamga bitken elçi, haberci dostlar. Sennet karibine yigana atmen, dostlarga mondaş yavlarga yatmen.
Udumu taşvay ravabiminin meşrep çölüde köygeni kokatmayın. Mana şunda qilib ravabimni sayratqınımca pirim taşvayning shahridan chiqib, yoshlik havaslimni qo'ynimga tiqib, shahru Urumchiga yetganda ravabim qiz zahmakni shundoq chekkanda do'st yaranlar mendan so'rab qoldi, ismi zotimni esimga soldi. Va asl ismimdir mening Imniyoza, imtiyozimdir sozim ovozi. Agarda topsam bir vosh piyoza, xalqim so'yinsa shuningdir rozi. Begimmi bak oylamı bak bir dişte üzüm. Yurtimizde kuşal kıldı hazırki tüzüm. Oylamda gül öşide teştek diye mi gül? Gül şahidan hava eylem saylaydı bulbul. Oylamda gül öşide teştek diye mi gül? Gül şahidan hava eylem saylaydı bulbul. Tam mı gilem yer mi gilem karvat taşırda. Oylamı kan bolamızda piç vakta munda. Kandan da kan piyoli da hessel mirabban. Beşi kızlık yeni öyde kıhvatıllampa. Kandan da kan piyoli da hessel mirabban. Beşi kızlık emini öyde kıhvatıllampa. Kiyim geçecek bulup gitti sanca duhala. Yeşimiz çiçekler men keşke cuvala. Bankada pul katta açtık tagada guruç. Çavıda yaklıgıyla gösterleme kuruk. Bankada pul katta açtık tagada guruç. Çavıda yaklıgıyla gösterleme kuruk. Yüz görüşte pulu bilen kayıt edilgen. Öyümüzün adeti dostluk çay digen. Köp dava yutkan tavaya sıklamamok. Zepyaraş dülügü sapı çamıdan sandık. Köp dava yutkan tavaya sıklamamok. Zepyaraş dülügü sapı çamıdan sandık. Üzümde şak kotanda koy irgılda kalan. Şunlaş gibi partimizge rahmetim tolan. Vaktimizge partimiz mün yaşıp gelsin. Cimri dikkan bay buluşup armanga yasun. Vaktimizge partimiz mün yaşıp gelsin. Cimri dikkan bay buluşup armanga yasun. Bay bulganda halkım mengü baketlik yaşar. Allık seviye planımız emelge aşar. Bay bulganda halkım mengü baketlik yaşar. Allık seviye planımız emelge aşar. Küldür küldür elni küldürer. Nayt bir yaxshi bir so'ring kepti men. Hammalarning tiniga salomatlik tilayman. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat aka. Rahmat. Hoş geldiniz aka. Rahmat. Sizin şu lezzet küldür sahnimizge kelganingizdan intayin xushal bulduk. Şu programımızga o'zingizning alayda numur bilan texmo yuqori kayfiyatlarni ip keldiniz. Rahmat, javob chekdingiz. Rahmat. Xush bo'ldim. Rahmat. İminiyazga rahmat Cinim aka. Bu İminiyazga ben qattiq hurmatlaydigan bir sanatkor. İminiyazgamda bundaq cho'ng hurmatim borligining sababi o'zining iqtidorini mana sahna namoyon qilyapti. Mushundaq bir iqtidor egisi. Buningdan sirt Bayning yaqi Xalmurat akam, Abdulla akamlar bilan jiq ta'rifini qilishdi. Odatda turmushda intayin fazilatlik bir sanatkor bu akam. Shuningga shu programmamizga mushundaq bizningki an'anaviy shakldagi hozirgi zamonga mos keladigan numrimiz bormi desak, mana odamning intayin odamni xush qiladigan numrdan birini akapti. Mushundaq ravob qo'shaq shakliga mushundaq yaxshi mazmunni, sog'lom bo'lgan mazmunni kirishtiribdi. Bu intayin xush bo'ldik. Mana bu haqiqiy bir davr ro'yini yangirta oladigan, her zaman o'zining har joyatdagi sezgirligi bo'lgan, o'zining majburiyatini unutmaydigan bir san'atkorniki o'zining safosini ifodalaydigan mana shundaq bir yaxshi bir numr deb qarayman men. Shunga sizga rahmat Iminiyazga. Yetay qo'sh bo'ldik. Rahmat. Andın şu usta sanatkarına hazır numurunu körüş jarayonida şu lezzet küldür programımız yolga qo'yib hozirgacha hamda ang yangi bir numur bo'ldi-ku. Nurg'un şu aktyorlarımız var, naqshchilarimiz var. Şu komediyaning har qaysi janrlarda tarbiyalanayotgan nurg'un bolalar bor. Şu bir an'anaviy usulnimi, shundaq bir janrnimi nurg'un bolalarning o'rganishi ham bizning shuni varislik qilishimiz kerakligini o'ylab qoldim. Shu sani qo'yilgandan keyin shundaq tarbiyalanishga ehtiyoji bor bolalar bo'lsa, cho'qim usta san'atkor tarbiyalaydi deyman. Shu tarbiyalanaman degan o'quvchi bolalarimizning vaqti bo'lsa, men haqsiz yil tarbiyalashga tayyorman. Rahmat ustoz.
Bu tür hem burundan ba. Ama bizde sahneге chiqmag'ili uzun bo'lgan bir xil shakl. Uningga jiq ish ketadi qarang. Shu xuddi do'stim Iminjonga o'xshash bunda chalalaydigan bo'lish kerak. Bu texnik bo'lish kerak. Uningdan boshqa shash bir kalla bo'lmasa nurg'un. Bu bir naqshning tekstiga o'xshamaydi-ki. Bu nayt nurg'un bir balkim 10-20 kublit qo'shoqlar chiqishi mumkin ba'zida. Bizga aytib bergan qo'shoqda bizning hozirgi davrimizningki bayashat davrimiz, umumyuzlik Alloh saviyaga yetish harpsin turayotganligimiz, buningga bo'lgan irodamiz nurg'un paranglavada. Nurg'un mazmunlarni o'ziga olgan. Jam, shundoq yaxshi kirgizibdi. Bir kublit, har kublitni aytgan vaqtida ko'z oldimizga kelyotgan turmushimizdagi o'zgarishlar, uylardagi ko'rinishlar ko'z oldimizga. Mana shunday bir qobiliyat bo'lmasa, yo'yin, yenzo bundan başka yadlash, ifodalash, til, naqshini bilish kerak-da u odam. Shunga biraz ta'sir chiqqan sahnamizda kam ko'riladi. Kam ko'riladi. Shunga ustoz nayt yaxshi bir va'da berdi. Bolalarimiz agar bu hunarni o'rgangisi bo'lsa, ustoz bilan yana aloqalashishimiz kerak ekanda. Küldür elni güldürep. Lazzat Küldür programımızga özünüzden esil nömrəyə gəldiniz. Bizdən sizə katta köngül soğuqlarımız var. Lazzat şirkəti sizə hər bir xil yürüşlük tatlıqlardan bir yeşikdən soğuq oldu. Ondan başqa nimet içimliklərdən mi köngül soğuğusu var? Hoş geldiniz aka. Sizə şirkətimizninki fərqli məsləhət olan nimet qəhvəsindən, nimet əqiq şərbetindən bir yürüş. Yəni sağlam yeməklik, mol ozuqluq olan Yeşil Yaprak markasındakı sulu yarım söyüşküdən bir yürüş soğuq qılay. Salamat bulun. Rahmat. Salam ustaz. Ben sizge Çin dil şirketimiz işlep çıkargan vitamin D qo'shilgan kalsiy tabletidan hem Çin dil yel köydirish kapsulini soğat qılay. Tininiz salamet olsun. Rahmat. Xush kelibsiz aka. Sizni shunday hurmat qilamiz, ham yoqtiramiz. Shuningga men Mosanam shirkatining chas supun, badan supun, yuz supun bir yurish mahsulotlarimizni sizga sovg'at qilay. Rahmat. Mehmon şirketimiz ishlab chiqargan Qandos o'simlik ichimligidan bir yurish oildagi sizning xizmatingizni qo'llab, ijodiyatingizga madad berayotgan hadimizga mehmona markasidagi xonim qizlar quvvat shikiridan bir yurish sovg'at qilay. Omon bo'ling. Rahmat. Yaxshimisiz Ivinka? Bugun shu hadimizga, ya'ni shu ifronaninki teri asrash yurishliklardan, rangli kirim buyumlardan bir so'q qilsam qabul qilg'aysiz. Rahmat. Yaxshimisiz aka? Amin bizning shirkatimizning yangidan ishlab bozorga solgan oltin ilmat ichimligidan yurak mengani quvvatlaydigan ichimlik. Sizga shuni bir yurish sovg'a qilay aka. Rahmat. Rahmat. Oltinchilagan suv. Oltinchilangan suv. Sizda oltini var, suv degan gap bor. Bu suv ichida oltin bor. Suvni ichib olib, oltinni ilib olsak. Yaxshimisiz? Balkim biz hamda sizningki bola yo'lliq bir korxonchilaringiz bo'lib qilishimiz mumkin. Shunga men o'ltirib turib gap qilishdan haqiqatan uyaldim. Hamda E'tibor to'r so'z shaharchimizningki biz bilan hamkorlashayotgan shu 100 yosh sog'lomlik mahsulotlardan har yili 5000 yuanlikdan faqat shu biz sizning ovozingizni anglab tura oladigan bundan keyingi butun umringizda biz har yil sizning 5000 yuanlik sog'lomlik mahsulotlari bilan ta'minlashni o'zimizning bir sharpi va nihoyatda bir ulug' bir vazifasi deb o'ylaymiz. Rahmat. 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 Esil sovg'at qildi. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling aka. Nazifa shirkatidanmi ishga yurish ayol ishkanlarga chinqachimizni sovg'a qilsak qabul qilg'aysiz. Rahmat. Rahmat. Yaxshimi aka? Bizningki Inoq oila yezilik taraqqiyotchilik shirkatimizning esil noshliqlarimiz bor. Shuningdan sizga ishga yurish sovg'a qilaylik. Rahmat sizga. Kuningiz sog'lom bo'lsin. Molligirin silahlash abdollardan başınımızga soğuz bak aka. İmin yazga qana olыңыз. Bizning Karvan Mablag'ı şirketimizin molligirin abdollaridan mashinangizni haqsiz asrash ishlarini qilamiz. Rahmat. Rahmat.
Vay canı esqatida qaytib keldi. Shu Abdulqo'ygan vaqtda adaş bizda biz tanıştırıp koyuyoruz. Ya şu ras davatıma deganligincha meni telefonlarim bor siz biladi. Men telefonsa shu do'konlar necha do'kon bor emasmi? Har qaysi yerda, qaysi shaharda bo'lsin. Shuni telefonsa men qag'ini o'rlashtirib turaman. Az emin niyozatimiz namiz to'naydigan bo'lgan keyin osh kirsilaqsiz deb siz qilib aniq aniq. Uni ballar davatudida aş iminjilik ham kirsila deydigan bo'ldi. Almashtirmaymiz, unumay almashtirib. Adaş belki küçük bir yerlerden Abdullah almashtirganga göre Abdullah Bizden Şinjan'ın her qaysi joylaridagi shu bizden do'konlarimizga basingizlar. Siz kelsiniz, haqsiz, bu aniq. Rahmat. Rahmat. Ko'p rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling aka. Rahmat. Sahnimizni o'chirib. Salomat bo'ling. Küldür küldür elni güldürer. Lazzat Küldür programımız nəhayət yuqori keyfiyyətli davam nişatıdır. Naq meydandakı barlıq mehmanlarımız kelyapti, ekran oldidagi ko'rmanlarimiz kelyapti. Mana shu bizning programmamizning maqsadi. Unda bo'lsa yana qizg'in alqishlarimiz bilan keyingi mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Salam deyman xalqimga bugun. Küldür kulayli do'stlar. Kulki degan jonning o'ziqi, kundi xushal yurayli do'stlar. Mushu başlangıç mezgillerimizde dehşet kızıkışlar oldu da. Benim mektep yeni kirgen vaktim. Bizning ilgirikin köyümcan, Akgüngül, mihriban bir muallimimiz boldugan, okutukçumuz. Sınıfga kirdik, görüpla okuvchilar dikkat. Ügüllikке, 2 kunlikkin. Tabiat dersidan uçuk ders ba. Bütün muallimlar kirip ders anlaydı ama yüzüm tökmanlacı mı? Aylıktır saymanlardan ben sorayım ha? Mirzat, balam sen kupap, Tonlatko deyse, Ali sen kupap Şamal Durguç deyse, Cüret sen kupap Radyol deyse, İrşad sen kupap Televizor deyse el dedi. Makul dedik bu haber etsi mektepke oşkarılıp gitipti. Başka sınıftan balır bizi kösümü. Tonlatko ne gimandın? Ya Cüret televizor dersli kaçımıyor. Oşunda çakırdıgan bu oldu dedi. Etsi rastigende ki başka malımla sınıfımız girip ders anıldı. Malımımız mınbarına tepeye çıkıp Okuvchilar, ha? Men bugun sizlardan oyliktir saymanlardan so'rayman. Qani qaysinglar javob bersizlar? Dedim men ikki qo'llarni tang ko'tarib, "Mo'lim menda boqoy. Mo'lim men digizimsiz ketaman mo'lim. Menda boqoy." Sen "Tere Mirzat" dedi. To'nglat qo'ymadim. Yaxshi, yuzim urdi. Qaysinglar endi deysizlar? Jo'rat qo'pab, "Mo'lim menda boqoy. Mo'lim menda boqoy. Mo'lim Shamol Durg'och." Yaxshi bolam o'tira. Yana qaysinglar deysizlar? Sinfning ichi jimjitmi? Tim tasla. Qaysinglar deysizlar? Tim jit. Balla qaysinglar deysizlar deyman. Desa Gulzira degan savol ishim bunda lihli qopab, maylim televizor og'ir qapti, radio davasunma deydi. Ayollarning ichidimi? Dahshat bo'layotgan ayollar bo'lganda. G'azab bo'ladi ekan. Bir kun do'qmush turib, 4 ayolning po'riga tinglab qaptimi? Birinchisi, amma akşam o'g'lim qizib Kızıtması 44 yılı çıktı mı? Vay ne adam 42 çıktı öldü o. Deyip tursam ikincisinin karı yok. Senin balan kızım yaptı. Mana benim oğlum akşam kızıp kızıtması 77 çıktı. Oğlumның bişirki bük kuyup gitti. Balam sapmışa. Akşam kızıkçılıkta balamның hepsi balamның bişir kazandan birini esipla koygu kaynıtıp işte deydi. Ya çoğun aşkalarının balamla çalışıyordu da yüzüge samşakını izlettiydi kara. Balam sapmışaklı dedi. Mana po diye manda bo'ldi sizlar deb tursam, uchinchisi ay mening qizim 13-qavatdan aynak surtib yetib, derazni surtib qattiq surtib qoldimi, aynak yechilib ketib 13-qavatdan yeg chiqib ketdi. Beshi qattiq yeg shunda tegdi. Qizim sapmasaqchimi? Siz to'rtingizni choptirib mening qizimni 7-8 ketim aytaydi sapmasaqku dedik. Bir afet yüz bergen bir rayonga 20 qutqazgıch xodimni aeroplan bilan apalmoqchi bo'lib, "Mana günün tuyuqsiz lüçük ag'rib qapti" deydi. Mana baramayman. Qaraqsanglar qilinglar degandan to'xta, lüçük izlaydi deb bular yaqin atrofda Oydirimning atrofiga chiqib qarasa, bir budkada bir odam aroq ichib o'tirgan. Ya aka,
Buşta ilişkimiz ağır kaldı. Aeroplan eydaş pek ungay. Buşta kızını basınız uçudu, köyüne basınız düşüdü. Siz eydep beyan mısınız? Ömrüde velosiped eydep bakın adam kedeydi. Eydeyin aeroplanı. Kime yaram mı? Yürüne yaka dep ala kılıç operatörün birini beripti. Aeroplan kozgulup bula ala kılıç menipti de. Ha kanda bulatdı oңuшлuk. Yarım saatlik hata meşgulat ipadı mı? Aeroplan buzul qilib signal yo'q deydi. Ya qanday bo'lyapti signal yo'q. 40 minutlik signal paydo bo'libdi-da. Qanday bo'lyapti? Xush xabar. Shum xabarmi bu? Digina. Xush xabarning diginasi. Xush xabar. Mushu 20 qutqazuvchi xodim aeroplandan o'ngishliq sakrab oldi. Lekin shum xabar hammasi parashyutni tutqabdi. Lekin yana bir xush xabar. Amma sakrgayada yo'g'an ko'ldan bir suv akajimi? Ha, yo'qishgan bo'ldi. Apla, lekin shum xabar ko'lda bir timim suv yo'q edi dedi. İşte bulan aka. Birisi dehşet urun. Ay yana birisi dehşet turmuş. Çın bulan işkende. Bu ikisi bir gün qarpaypağın kuyup banka kirib, bulançılık pulunu emez oğulap çıkıp yatakta. Dehşet turmuş çını. Ey adaş, ecir qıpılgan pulma o. Bir sanap bakmaylık mı? Orun, oңdısı git. Vay, sanmışak mıydı haberden körüp alsak oldu. Olma көзәйнек тақып алайчу, ұстаздан яман құлаға көрмек емет. Қармысаңын емет көрсе. Küldür, elni küldürem. Programımızın tacı... Vaqtini asrab Degençe ben tayyorliqsizlik yap qaptım övrümchiga. Bu yumorlar. Kallamga kelganni dedim hamdi. Rahmat, yaxshi qiz tipadingiz. Shu she'riy chaqchaqlarimi xili yaxshi payzimiz bor. Anchami chiqib qo'yma. She'riy chaqchaq. Naq maydonda siz kelib she'riy chaqchaqlar kambuqas bo'lmaydi, Xalmuratga. Shundaymi? Xudosa shu. Xalmuratga ustozdili boshlaymiz taqla. Voy. Uzun ishkan bu jahon kichiklar kechamdoq. Mayardan qaytib Xalmuratga qirliqstagan ishchamdoq. Acayipke bu dünya birbirini işletip yaş turupsuz Abdullah aka Serkerdin işletip. Acayipke bu dünya desmeyimiz ızlağa ezeldilu huyum şu çakçakmayma kızlağa. Çolpanı siz sanatının barca elgi yaraysız. Siz mi bana okşaş deriz işçini karaysınız. Belki de çıkkan bu. Yine çakçaksan bir muç vaktine yine gittik. Belki karakterlikli de ya bulağa. Çakçaklarını kılımen soruladı tizarak. Sizler mükaffatını birinler çocuk karakter turasın. Oldu ya işte kıptırayım da bir gence. Oldu mu? Tayarlıksızda çıkıp kaldım macakını üçü. Nek meydanı kallam ki geldim. Sen zaman bengren küçüşkenme başladı şöyle. Yoksuz kaplan. Yoksuz kaldım neyse. Şurada yaxşı tayarlık kılsam bu. Jığın keptik ya. Jığın kelgene. Bizim Ulcud Bekaçılar Cemiyeti'nin reisi. Benim şu Ulcud küçük Aysa dep namım var. Ha şunda mı? Öyle kirip. Üzan acaba küçük emezkensin. Buyum ilgize minike. Ürüm sanat seri kümekle tanışıp atıldı davazda tamasını berem sizde. Asli tügümeydi o bu ufkamdan. Tügümeydi ha. Okşarsam çakçaklasam. Peki hemen çakçaklarım nağla bakımızı esnep otadık. İşte aka. Nimmettin kahvelerden. Rost içti. Nime kınım desem kılışız koy. Ya bir nasıl kılışız. Baptan ben sizge bir akıl lider bulup duracak. Yaman pez giponu anlaydık ya şu. Vallahi kılıkımız yumuşak ki. Uydum adet tamam sizi tuzgu deme. Ya akam ma işkana dehşet mi sizsine deyim. Ben bir şiiri çakçakım ki atıdı. Şiir bersem ben sizge nakşılar katamsız açıcınızı da azırak akam satam sizde. Doğru için oncuma aka. Düşünüzüm işte kuruydu sizinki biz karganda. Yaxşı işin süper takdimizki. Bağlı ustazlarımızdan İki kelime sözünü anlamdık. Şunda anlava tutup. Hem sizlerlikini biz anlayımız. Mirzat Mehmetcan. Sorularda acı bir çakçak kılamsa. Kılma. Yeni mi o ya konu mu? 10 yıl oldu. Xeyli konu kense. Lekin azrak voduqtan qo'day mümkün ha. Ovozlarga qarsam, gap so'z ishoratlaringga qarsam, shu sal vodi qilib qolgandek,
Ameliyat bundan mı undan kılalaydıgandek bakıl göründüm. Ben adetlik çaşmıçak çakkan iken, ma yumorni şeklinde bek çıktım iken, onun üstüge tayyorliksiz bugün çıkıp kaldım. Kallam kaya yumorlarını dedim. Yumorladım yaxshi so'zildim. Rahmat ustoz. Mesela ayollarning po'riq kelganda obraz yaratish tabiatini dedik-ku. Ayollarnikini erlar ayollar, "Ey qarang tunugin mening qizim" deb so'zlaydi-ku. Ashunday so'zlasang bo'laverdi. Obrazli qilibchi. Bo'lsa qiziq yumorlarga o'zing o'tiq ketib, sal xamsi qolib qoldi. Hozir xamsi qolib pishmay evalding. Programmamizga endi qatnashsan-ku deyman, unda aldirashganman buda. Buda cho'qib astoydil. Qatnashqasam yangicha o'zimning bir uslubidagi bu narsani achiqsam. She'riy chaqchaqlarni oldin tayyorlabchi. Hozir qiziq qilib oldi. Hozir naq maydondan keltirding-ku deyman bizni. Naq maydon keltirdim. Ishingni oldin tayyorlik qilib olsang, texnik qiziq chiqadi. Oldin tayyorlik. Shu obrazlarni obrazli qilib, buda qitimda seni kutamiz uka. Rahmat. Sana 10 numar berdim. Rahmat. Suratkamda ikkimiz o'xshaymizki asosan. O'xshaymizki, unisi meni maqtading deganda cho'qim san numar bermayman. Rahmat. Kelar qatim Xalmuratkam degandek cho'qim tayyorlik bilan bir kelgin. Sen hozir tayyorliksiz kelib, mushinchilik qilgan bo'lsang, tayyorlik qilib qolsang, xeyli ish chiqargandek tursan. Rahmat. Shu boymayada utik-tutikli kirdim deding, hamda unda qilmay kelar qatim to'liq mushkuldir sahnasiga sening bir yaxshi asarni akilishing uchun men 10 numar beraman. Rahmat ustoz. Rahmat. Sizningki yana bir qatim texmo mushtoq bizni kuldirishingiz uchun, xalqni kuldirish uchun, yaxshi bir asarni akilishingiz uchun men sizga 10 numar beraman. Rahmat. Ama ukamning ovozda kayfiyat bor. Kayfiyat bor. Ovozda kayfiyat bor. Qizg'inlik kayfiyati menimcha shu 90 yuqorida bo'lyapti-da. Umi bir xil yaxshi ishga. Faqat o'diqib ketgan sira ovozning kayfiyatini yuqori ko'tarsizmi? Xili ondan bir yerga bordigan ishga. Qanday desang xalqi? Ayollar bo'tib ketdi bu. Qanday diqqat qilmagan dema nimdaydi? Nima qilib qo'yaylik? Mushun bir amalga qarab. Bu tarafda yaxshi bo'ldi. Bu elimizning qayta sahnaga kelishini umid qilaman. Sizlarga o'xshash men bu taklif qilaman. Rahmat. Abdullah akam degan masala biz rejissyorlarning tilida artistlardan talab qiladigan sahna qizg'inligi degan narsa shu. Abdullah akam intayin yaxshi dedi ma gapni. Bu seniki ortiqchilik kavjimi? Intayin sahna qizg'inligini yuqori holatda so'zlaydi ekansan. Mushinas bak cho'ng ortiqchiliklarni yutib qo'yma. G'uljidan kelgan mahirlarimiz bo'lsin, aydiqi har xil yumor chaqchaqlarni aytadigan, o'xshamagan uslubda har birisida bir xil yangilik bor ekan. So'z qilish uslubi, birisi intonasiyada, birisi harakatlash qilib, bu tarponglash bizni bak qoyil qildi. Men odatdagi naqshdagi she'r yozmay emasmi? Shundaymi? So'raladi, ancha-muncha she'r o'qib qolmay so'raladi. She'r o'qib vaqtimda o'zining so'ralari uzun, 1-2 odam o'tirdi. Mikrofon bo'lmagandan keyin she'rni kuchab o'qiyman deb. Mushundaq bo'qaptimi? Ya umi bo'ladi, Abdullah aka, biz mush ko'zoynak taqaydiganlar odatda kitob o'qiymiz, bir narsa yozimiz hozir. Na gimisi uch qutum ashqamdan bir narsa yozdigan. Shunda qarasang yozdigandeklar, o'zimiz. Jiq narsalarni yozgandeklar. Jiq narsalarni yozgan chiroy turdi. Ham jiq narsalar buniki yozilgandek. Yozilgan, kuldirish uchun bir necha narsa yozib qolingandek turdi bu. Unda hozir korxonchilarningki qimmatli biletlarni. Voy, maşallah sen şu. Sen qimmat kostyum kiyib olgandan dahshat chimkansiz jumursiz. Ko'tirib o'tadi, va qizlar ko'targanda qara. Muborak bo'lsin, o'zim fikrni chingtirdi ya 95 numaraga erishdim. Birdan gap qilib ko'tagizib olamiz. Agar siz yumurim kichik bilan chiqishga. Qarang. Hadi ko'zdakdan cho'qim nomer bermagan bilan mukofot berdi. Oshnama? Ha, qanday mukofot berdi? No'yam muqim televizor yo'qmi bu bilanmi? Qutimiz televizor bo'lsa ishlaydi. Öyle diyen şey vardı. Televizor, ya men o'yam televizor yo'q. Men odat o'zim chiqib vaqtim qo'shnilarni uyda ko'rmaymiz. Ha bo'pti. Qo'shnilarni uyda. Qo'shnilar uyi kim ko'rmayman shuni. Rahmat. Asha bir ko'zdan qisni berimiz yo'q. Rahmat. Uyamda ko'znak bor, derish yo'q demaysiz. Keyingi sallada texmi yaxshi she'riy chaqchaqlarning chiqishi uchun men sizga va oilangizlarga mehmon shirkatimizning TTD qonmidim markalik mahsulotlardan 1000 yuanlik mahsulot sovg'at qilay. Rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Xush kelibsiz ukam. Men Chindil shirkatimiz ishlab chiqargan quvvat aqsil talqindan Chindil markasidagi aqsil talqonlarimizni sovg'at qilay ukam. Rahmat aka, rahmat. Rahmat. Bizning ko'ngil sog'imiz bor, lekin endi
bizga bergan sovg'ingiz qarta bir sovg'atni belgilasam deb o'ylayman men. Bo'ldi. Bizga bir chaqchaq qilib boqsangiz. Cho'qim ko'rmalardan keyin Talab yana bir anglisi bor balkim. She'riy chaqchaq. Ha, she'riy chaqchaq. Sizni benim tushiraysam muqim benim tushmaysiz ekan. Chaqchaq qilsam men sizga so'rovlarga kiramsiz. Siz mushu o'tirishingizdan nimlarni berasiz deb. Nimlarni beramiz? Kitap satmasak Hech qanday odamga ishlatmaganini sizga ishlatdi-ku. Ömrünü ishib baqmagan to'qodayman. Mudaras. Yana birini kila işte dedim. Yana bir kila. Ha bu da bir kila endi. Chaqchaq qilsam so'rinda barchani kuldirdi. Ana ko'znakning lo'ballarimi bir numarni bermay o'ltirdi dedi. Rahmat. E'tibor ko'rsatishimizdanki nayt yaxshi sitlayotgan shu Xonlikan inzin fermenti bilan bu shu inzin sitlagan barliq xaridorlar Gulqil shirkatining 3000 yuanlik yuzchaplikka erishalaydi. Biz shuni sizga sovg'at qilaylik. Rahmat. Yuzchaplakmi? Boshqa narsa bering. Bunamaylar boshqa so'zlar. 598 yuanlik inzin fermenti bilan 3000 yuanlik yuzchaplak. Bo'ldi. 3000 yuanlik yuzchaplak. Bu 3000 yuanlik yüzüne tas qilinib olgan bo'ladi. Qizlarga 3 yilda davom etsa bilan muhabbet Hamma qilishadi. bırakıp çaplı olma qishni sıkışırsa. Buni o'zim vokalga chiqib olaydim. O mu buldu? Asli maqsad shu deydi, apa. Mana. Hafka minatcha 2 kubletni to'xtatgan yaxshi bo'pti. 10 kublet qilayotgan bo'lsa, qanday qiladim? Yani 3000 yuanlik bergansiz, hoca do'konda ichida turdi. Ya 3000 yuanlik yuzchaplakni ayolingizga berib boqmoqmi demaysiz? Sizni uydagilarimiz baxsham boshqalar satilganini shirtdi deyman. Udadigina men yuzchaplak obraz kelib bo'lgancha. O'zimnikini setib olmasam, siznikini Mukofotga erishmabsiz, aşağı erishsiz. Almashtirib bu ya. Yuzchaplakni bergicha galashko'miz ekanmiz shuncha. Yani birden çaqchaq qilib zavodni o'tkazib qo'yadi. Shirkat o'tkazib. Ya onun ustiga men yuzim yugan sizni chapqingizni keriydam kelib. Ikkini bir chaplasangiz tezroq tugaydi. Ikkini bir chaplamdimi? Unda tez unumli emas ekan. Bo'pti. E'tibor bersangiz, sho'da shaharchisiniki men yuzchaplak so'q qildi. Mana bumi bir yaxshi ekan-ku mana. To'g'ri shaharchisiniki endi yuzchaplak so'qsa, o'g'allar yuzchaplak so'qsa, lag'manning tepik cho'chirtib kapigandek bo'ldi. Ya o şunun kuyruğu yuzchaplag'imda. Siz bu sapirasizmi? To'shiydigan ishkada. Ha, jurat. Ma aksi yuzchaplak verip ayollar saqaloq jib berganda. Mau Erjavun bəmsək unumaysiz. Ma Xonlikan inzin ferment sitvaganlarning barliq odamlar erishalaydi. Jo'shon kamqab qolsa. Chaqchaq sizga yani mana chaqchaq qo'sham mala biz bersak muxtilga qolamiz. Demak, mukofotning oxirida. Hozir ana Zaga akam o'zim qattiq uzukda meni so'qilmaydi hattodir. Sen ona yardım Ya men bitta turgamsam to'yliq qilib ketib qolsin. Şirketimizniki kumush yurishkidan bir yurish beraylar. Kumush yurishkidimi? To'yliqlarni tayyor qilib olgan bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat. Hamma yerim kumush. Bo'ldi, rahmat. Rahmat kulkilaringizga. Rahmat. Xush bulduk. Bizning Gumunaya Inaq Oila Yezigilik taraqqiyotchilik shirkatimizning bir yurish tanquvvat so'qmoqlardan, gulqanatlardan ishga yurish sovg'at qilaylik. Rahmat. Dadam so'qmoq deshat amraqdi. Endi opirib azamlayman davomli shu programma qatnashadigan. Biz sizga Xotan Lazzat yemak-ichmak chaklik mas'uliyat shirkatidan har bir mahsulotimizdan ishga yurishdan so'qilmoqchi. Rahmat. Sizga mana shirkatimizningki qahvasidan ko'ksisidan bir so'q qilay. Rahmat sizga, rahmat. Rahmat.
Karxanchilarning ko'ngil so'g'ilariga rahmat. Undaq bo'lsa. Daqo'sa Sherinchim amalgashligini tushunmarkan. Ya naq pul so'qilganlar yo'qmi? Ko'rinmaydi Allah yo'qmadi. Chaq, rahmat sizlarga rahmat. Yana maqsad mukofot boshqa narsa emas. Mush ustozlarni, karxanchi akalarimizni, adalarimizni bir kuldirib olsam, xalqimizning xushalik uchun azoq bir tirishib olsam degan maqsadda chiqdim. Sizlarga ko'p rahmat, qo'llab-quvvatlaganlarga ustozlarga ko'p rahmat. Rahmat. Küldür küldür elni güldürem. Programımızın Ekran oldidagi qadrli ko'rurman, Lazzat Kuldur Kuldur programmamizdagi qaysi nomer sizni eng kuldiralgan bo'lsa, Kuldur Kuldur saloni orqali bilet tashlasangiz bo'ladi. Albatta, qaysi nomer sizni eng kuldirgan bo'lsa, isil sovg'alarimiz bor. Naq maydondagi ustozlar, karxanchilar, ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, Lazzat Kuldur Kuldur programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Komediya havaskorlari uchun eng cho'ng sahna Lazzat Kuldur Kuldur programmasi. Kelarki san programmamiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.